Wow, borib ko'ramiz. Sizlar so'ramasanglar ham o'zimizning yegimiz kelib, Yakkasaroydagi Hamdizade shirinlik kafesiga yetib keldik. Oldindan ogohlantiraman, narxlari cho'nchagingizni ozgincha silkitib qo'yadi. Kiraverish atmosferani yorib qo'yishibdi. Ikkinchi etajga chiqib olib, o'zimizga San Sebastian bilan pistachkali dondurmadan zakaz qo'ra qoldik. Sebastian ham ko'rinishda meni yemasang bo'lmaydi deb turibdi. Mazasi keladigan bo'lsa yaxshi, lekin bitta minus bor, uni sal turib aytaman. Hozir bo'lsa dondurmani ko'rinishiga bitta o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Dondurmani dondirib yeb ko'rdik, mazasi yaxshi, lekin menyudagi rasmda fistashkalari butun, chiroyli turadi. Bu yerda bo'lsa maydalangan holda ekan va menyuga nisbatan kamroqdek tuyuldi. Dondurma marojniyli bo'lgani uchun limon choy bilan tomon yo'llarini isitib turdik. Agar kommentariyada kimni yozgan kommenti umuman like yig'masa, o'zim sizlarga mana shunaqa dondurmam yoki Sebastiandan olib beraman. Orada Firmini o'zligisi tayyorlaydigan shokoladlardan ham mehmon qilib turishdi. Sebastianga keladigan bo'lsa, shokoladi juda ham shirin ekan. Men Gorki shokoladni ishqiboziman, shuning uchun menga sal shirinlik qildi. Oxirgi kusuk har doim eng shirini bo'lgan. Biza bo'lsa limon choy sirpantirib duo qilib ketdik. Narxlarni ko'rishga ulgurib qolinglar.